Dostum, chetdamisiz? Kelinglar. Assalomu alaykum do'stim. Qaraysiz? Alloh Telefon qilgan ekansiz, chunki shoshilib kelaverdim. Sizda yangilik eshitib qoldim. Qanaqa? Hali ota-onasi yo'q bolalarga bog'cha ochyapti. Ha, shuni yaqinda hamkorlikka chaqiryapmiz. Xudo xolasa albatta Hamkorlikda mana xullas hissamni qo'shmoqchiman. Qani? E'zon qilmoqchiman. O'sha siz ochayotgan bog'changizga nima hayvonli burchak qilmoqchiman, hayvonli burchak. Nima zarur, qush, nima kerak bo'lsa bermoqchiman. To'g'ri, mana to'g'ri fikr qildingiz. Chunki bolalar qancha hayvonni jonzotni yaxshi ko'rsa, shuncha nima deydi, mehribon bo'ladi. Ammo shunchalik meni qo'llab-quvvatlabsiz. Xudo xolasa. Mana shu baliqlaringizdan ham berasiz. Menga yo'qdi baliqlaringizdan. Xohlaganingiz o'sha joyingizga aytsiz, joylashtirib berasiz. qizillaridan mana qizillaridanmi, mana kattalaridami? O'zim ham do'stim sizni bilaman, eskidan ancha arzon ko'p baliq boqalar tanishlarimga ham sekin aytamiz. Odamlar Men juda xursand bo'ldim. Hozir to'g'risi bittasini tortishib qarasam narsalarni ko'tardi. Hali ko'pchilik aytayapti, qani sanda bo'lmaydi, o'xshamaydi deyapti. Xudo xolasa men yaxshi niyat qildim. Bo'ladi albatta. To'g'ri. Bu yaxshi birinchi niyatda. Shunaqa niyat qildim. Mayli, hozir ishim ham yo'qdir, lekin xudo xolasa bu narsani albatta ishga oshiramiz. Do'stim, siz ham yonimizda turasiz. Bo'ldi. Rahmat. Shunchalik meni xursand bo'lsa kelaveradi. Bo'ldi. Mayli, sog' bo'ling do'stim.